Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 4-yanvar 2026-yil yakshanba. Nech pul deyapsiz aka mana shuni? Birinchisi 120 ming so'm. Donagami, pachkagami? Pachkaga ekan. Ikkinchisi-chi? 115 ming so'm. Ikkinchisi bularchi? Birinchi oxirigacha 50 ming so'mdan ekan. Mana bular 50 ming so'mdan ekan. Pachkagami, donagami? Donaga ham, pachkaga ham narxi shu 50 ming so'mdan. Razmeri nechidan nechigacha? 52 dan 60 gacha razmer. Mana bular donaga olmoqchi bo'lganlar bo'lsa 5 ming so'm qimmat bo'ladi donaga. Zo'r. Bu tomonlar nech pul? 100 ming. 1 2 100 ming so'm donaga ekan bular. 95 ming pachkaga. 95 ming pachkaga ekan. Bular 120 ming donaga, 115 ming pachkaga. Bular 120 ming so'm donaga, 115 ming so'm pachkaga. Bular 125 ming pachkaga, 130 ming donaga. 130 ming donaga. Mana ko'ryapsizlar. Razmeri qanaqa bo'ladi bularda? Bular standart 48-50 ga tushadi. 48-50 ga tushar ekan. 46 dan 52 gacha. 46 dan 52 gacha razmer ekan. Nomeringiz necha aka? 91lik 200 5308 ga aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa.